Denov shahar 80-maktabning ro'parasida qurilgan ushbu ko'p qavatli domlarda birinchi qavatidan 156 metr kvadrat bo'lgan do'kon sotuvga qo'yilgan. Mana bu yerda podval qismi ham bor. Bu ham 156 metr kvadrat. Xuddi shu tepa qanday bo'lsa, pasti ham xuddi shu tartibda qilib belgilangan. Ko'ryapsiz, markazda joylashgan xo'p, do'kon hisoblanadi, sotiladi. Xo'p, do'konga mana kirish qismi oldi. Umumiy zali, podvali ham xuddi mana shunday qilib qurilgan. Korobka holda. Suv tizimlari o'tgan. O'quv markazi qilib ishlatsangiz bo'ladi, stolovoy, restoran qilib ishlatsangiz bo'ladi. Aholi gavjum hududda joylashgan. Orqasi jome mahalla, yonida 80-maktab va ko'p qavatli domlar. Undan tashqari eski pasport stol va Qoraxon buva ham ziyoratgohi shu yerda joylashgan. Bu yerda ikkinchi kichkina xonasi ham bor, qo'shimcha sifatida. Misol restoran qilib ishlatasiz, bu yerda ovqat pishirish yoki omborxona qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, oluvchilar bo'lsa, telefon raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqishlari mumkin. Do'konda umumiy narxi 1 metr kvadratdan hisoblanadi, ya'ni metr kvadratini 13 million so'mdan baholanyapti. Naqd pulga oluvchilar bo'lsa, yanada arzon qilib kelishtirib beriladi. Lokatsiyani ko'ryapsiz. Yo'lda usta senter. Juda qulay. Pulni bosib yotmasdan mana shunday biznes do'konlarga sarflang. Erta qayta bunaqa joyda sotib ola olmaysiz yoki topa olmaysiz, do'stlar. Sizlar bilan Denov Makleri.